Tövbe. Birovdan bir so'm qarzim yo'qmi? Nima unday bo'lyapti? Hamma narsam obratga ketyapti. Mashinamni sel olib ketdi. Uyim yonib ketdi. Kamiga tomdan yiqilib oyog'imni sindirib oldi. Bugun baliq tutib hayotimni tiklamasam bo'lmaydi. Hey. Men bu yoqda-ku. Tushunmadim. Avvara bo'lmay Sirdaryoda baliq qolmagan. Sirdaryoda oltin baliq borsam it baliq nima qilyapti? Qanaqa baliq? Baliqlar itiman men. Bir minki qirg'oqqa chiqalasizmi suvdan judayam qo'rqaman. Pajezingga taklif qil. Menga qarang. Yana quruqlikka olib chiqdim deb, ha? Ogohlantirib qo'yay. Nimaga? Meni yeb bo'lmaydi. Qiltonog'im bor. Dugonalaringiz yo'qmi pastda? Nima qilasiz? Tilak bajartirmoqchi edim. Men nima qo'tiribman? It baliq ham bajaradimi? Albatta. Menga pul kerak. Ancha. Ancha. Arra karra darra chap tomoningga qara. Men qara it baliq. 2 etajlik tomida balkoni bo'lsin. Uy kerak. O'ng tomoningga qara. Menga qara. Menga bitta chiroyli mashina. Suvda cho'kmasin, o'tda yonmasin. Iloji bor, avariya bo'lsa hech narsa qilmas. Iltimos sendan it baliq. Keyin takmasan, uni men qila olmayman uni. Kim qiladi unda uni? Oltin baliq qo'lidan keladi. Men oltin baliq qayerda bo'lmas? O'zbek Invest. O'zbek Invest. Ertaklarga emas, O'zbek Investga ishoning. Qiltaloq yo'q ekan buni. Alo. Assalomu alaykum. Ismim Lola, eshitaman. O'zbek Investmi? Xuddi shunday. Aha, привет Lolочка, qaydilar? Rahmat, nima xizmat? Ey, Lolочка, meni mol-mulkimni, sog'lig'imni, hamma narsamni pajizini sug'urta qilib berasizlarmi? Albatta, ofisga kelsangiz bo'ladi. Yo, men bitta iltimosim bor, bora olmayman. Men Daryo bo'yi dam olyapman. Onlayn iloji bor. Muammo yo'q. Gap yo'q sizlarga. O'zbek Invest. Mol-mulkingizni, sog'lig'ingizni sug'urta qilib, xotirjam yashang.